Bilamiz, bizda o'zbekchalik 1 yil davomida farzand ko'rish kerak. Keyin ona bilib qolganki, qiz qandaydir dorilar ichyapti. Hozirgi kunda hatto yosh boladan so'rasa ham asabiylashadigan bo'lib qolgan. Shuni bahonasida uyqu ham yo'q, ertalabgacha ham o'zi bilmay qoladiki, va ertalab qoldim deydi. Yoshligidan boshlab shu hayz siklini kuzatsa ona, qiz bola hali bilmaydi. Tug'ilayotgan farzandlar ham qanaqadir salbiy yoki nojo'ya ta'sir bilan tug'ilyapti. Hammasi asab sistemasi birikib shu narsa ham ta'sir qilayotgan ekan. Dinozavr payti qolgan tushunchada Kuchli gormonal buzilish kelib chiqqan bo'ladi. Ko'p energetik ichganlar hayz sikli umuman to'xtab qolgan. Assalomu alaykum hozir. Alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Ismim Farhod. Shu yo'nalishda shifokor yo'nalishimizda 20 yildan beri ishlab kelyapman. Bu yerda yo'nalishim ikkita sohadan iborat. Dermatovenerologiya va urologiya sohasida ishlab kelyapman. Endi bizani bilasiz, juda yo'nalishimiz keng. O'shanga bir o'zingizni ham bir tanishtirsangiz. Mani ismim Manzura Shoazimovna. Men shifokor ginekologman. Bu sohada 20 yildan beri ishlab kelyapman. Oliy toifali shifokorman va bugun suhbatimizda aktual mavzular bo'yicha suhbatlashmoqchimiz siz bilan. Ayollar hamda erkaklarni ko'p qiziqtiradigan savollari, mavzulari haqida suhbatimiz bo'lib o'tadi. Juda qiziqarli bo'ladi o'ylayman. Nimaga desangiz, bizani o'zimiz shu urologiya, даже dermatovenerologiya imенно kasallarda ginekolog bilan juda bog'liqimiz juda kuchli. O'shanga har xil vaziyatlar bor. Vaziyatlarimizda borki, shu agar shu jinsiy yo'l orqali yuquvchi kasallik to'g'risida gapirib bersak bor. Endi har xil infeksiyalar bor bilamiz. O'shanga men o'ylayman, xalqqa bu qiziq deb o'ylayman. Nimaga desangiz, ko'pchilik uyaladi. Biron bir masalan, urolog shifokorga yoki dermatolog shifokorga kelishga uyaladi. Ko'pchilik murojaat qiladi ayollar orqali. Mana xo'jayinimda muammo yoki qanaqadir kasalliklar bor yoki qanaqa shamollashlar bor, har xil turlari ko'rib chiqamiz. Sizni holatingizda bir qanaqadir qiziqarli holat bo'lganmi? Imенно. Shu mavzu bilan bog'liq demoqchimisiz? Endi qiziq holatlar bo'lgan, albatta. Endi qiziq qanaqa deyish mumkin? Avvalambor men aytmoqchi edim, ayollar salomatligi haqida umumiy bir tushuncha oson qilib, xalqqa oson qilib, ma'lum hamma shifokor emas. Ayollar salomatligi o'zi nima? Ayollar salomatligi bu ayolni reproduktiv boshlaylik o'smir davridan, o'smir davridagi gormonal o'zgarishlar, keyinchalik turmushga chiqishi, ya'ni reproduktiv sog'lig'i va keyingisi menopauzal o'zgarishlarni o'z ichiga oladi ayollar salomatligi. Bunga judayam ko'p omillar ta'sir qiladi va siz aytgandek shu yallig'lanish kasalliklariga olib keluvchi jinsiy yo'l bilan yuquvchi kasalliklar ta'sir qiladi. Endi bular hozirgi davrda juda ko'p xili bor. Aytib o'tmoqchi edimki, er va xotin o'rtasidagi ya'ni jinsiy yo'l bilan yuquvchi infeksion kasalliklar deb nomlash mumkin ularni. Ko'payyapti ular juda. Juda ko'p. Va masalan, u nima bilan yuzaga keladi yoki qanday kuzatiladi? Masalan, shifokor bo'lmagan ayol yoki tibbiyotdan xabari yo'q ayollarni asosiy shikoyatlari bu o'sha har xil toshmalar, yana nima, ajralmalar har xil patologik va shu holatlar ularga xalaqit qiladi. Oddiy, sog'lom hayotida xalaqit qiladi va buni orqasidan davolanmay, uyalib, shifokorga bormasdan, qolaversa turmush o'rtog'iga ham aytmasdan endi uyalishi mumkin. Ayniqsa yangi kelinchak bo'lsa, bu holat xronik holatga o'tishi mumkin va undan keyin homiladorlikka va kelgusi hayotiga ta'sir qilishi mumkin. Shuni
aytib o'tish kerakki, bunday holatlar yuzaga kelsa, albatta shifokor ko'rigi. Qancha tez murojaat qilsa shuncha yaxshi. Va albatta er-xotin o'rtasida bo'lsa, bu kelish, ya'ni ular bir-biriga ishonishi kerak, qandaydir nimasini, o'zini ishonchini, ya'ni uyalmasdan demoqchiman, eriga ayta olishi kerak. Ko'p hollarda bular biri bilan kelisholmaydi. Endi yangi turmush qurganlar, gapingizni bo'ldim. Avvalambor ayollarni tekshirishadi. Nimaga desangiz, yangi kelin hech narsani ko'rmagan, yangi oilaga tushadi va undan olib qaraydigan bo'lsangiz, kelin boshqa muhitga tushadi. Bu muhitda bir xo'jayinga moslash kerak. Bu yerda bilamizki, mana qayni bor, umumiy uyi, sharoiti bor, u yoqda oziq-ovqatni, tuzi, shirinligi ham bog'liq, hammasiga moslashadigan narsa. Endi shunaqa bo'ladiki, agar biror bir farzand, endi bilamiz, bizlar o'zbekchalar 1 yil davomida farzand ko'rish kerak. Bu o'ylaymanki, o'sha eski holatda qolib ketgan, dinozavr paytida qolib ketgan tushunchada. O'shaning uchun men o'ylaymanki, bu narsani o'sha bo'ldi xalq shuni tushunish kerakki, cho'zish kerak. Balkim ikkita o'sha turmush ko'rgan yoshlar balkim planda bor. Hozirgi kunda yoshlarimiz o'sha plan tuzishyapti. 1 yildan keyin, 2 yildan keyin. Men o'ylaymanki, shu narsani bir yoritib o'tish kerak. Nimaga desangiz, shunga hali gap temaga qaytyapman. Avvalambor qizlarni tekshirishadi. Bechora u soppa-sog'. Nima bo'ladi? To'g'ri, tekshirish kerak, yuzaki. Faqat shu qizlarga yopishib olishadi-da. O'zimni vaholamga qaraydigan bo'lsak, ko'pincha erkaklar tekshiruvdan qolib ketishadi, ko'proq осложнение yoki asoratlarni ayollar boshlaydi. Men o'ylaymanki, haligi gapingizga shu qo'shilaman. Nima desangiz, avvalambor shu qizlarni tekshirish kerak emas, balkim erlarni ham bizasi tekshirish. Barobar. Bu tanishda bu oila turmush deganda birgalikda deganda. Yoki hatto masalan biror bir ish boshlasangiz ham ikki taraf bilan ish qilish kerak deb o'ylayman. O'shanga har xil jinsiy yo'l orqali yuquvchi kasalliklar men o'ylaymanki, qizlar olib kelmaydi, ko'pincha erkaklar olib keladi. Endi erkakchilik degan narsa bor, har xil yo'nalishda bo'lishi mumkin. Bu yerda faqat jinsiy yo'l orqali yuquvchi kasallik emas, balkim o'zini chisti spetsifik shamollash ham bo'lishi mumkin-da. Zax joyda o'tirib qolishimiz mumkin, saunadan chiqib yoki basseyndan chiqib plavkalarimizni almashtirmasligimiz, ho'l plavkada uzoq vaqt davomida yurish yoki zax joyda o'tirib qolishimiz bor. O'shanga ham bog'liq. Endi qarang, men hozir o'ylashim bo'yicha, bu meni shaxsiy fikrim va menimcha ko'pchilik bu fikrga qo'shiladi. Avvalambor er-xotin salomatligi shu bola, qiz yoki o'g'il katta bo'lgan oilasiga bog'liq deb o'ylayman. Chunki ota-ona bu yerda hozir endi mana internet, har xil sotsial nimalar, sotsialniy setimiz. Saytlar ko'p hozir. Saytlar ko'p. Demoqchiman, informatsiya u yerda har doim ham filtrlangan bo'lmaydi. Kerak emas informatsiyani yoshlar o'ziga olyapti va nimadir muammosi bo'lsa, shu internet orqali qidiryapti. Otasiga, onasiga murojaat qilmaydi-da, uyaladimi yoki o'ylaydi, undan ko'ra men mana shundan internetdan qarab o'zim hal qilaman. O'smirlar shunday bemorlar bo'lgan menda. Obdon internetda qarab davolab, keyin ona bilib qolganki, qiz qandaydir dorilar ichyapti. O'rtog'i aytgan, qo'shnisi aytgan, nimadir, faqat ona bilan maslahatlashmagan. Ya'ni ona bilan qiz o'rtasida bog'liqlik bo'lishi kerak. To'g'ri, o'g'il bilan ota o'rtasida. Meni fikrim shunday. Chunki o'smir davrida eng judayam kuchli gormonal o'zgarish ketadi. Qizda ham, o'g'ilda ham. O'smir davrida bunga har xil shu oiladagi muhtam, sotsialniy muhit, uni yeyish ichishidan tortib, nechida uxladi, nechida uyg'ondi, hammasi ta'sir qiladi. Albatta. Gormonal va umuman sog'lig'iga. Shunda men o'ylaymanki, ota-onalar, onalar ayniqsa qizlariga tushuntirsalar, qandaydir oddiy tushunchalar, gigiyenadan boshlab,
shu to'g'ri ovqatlanish, vaqtida uxlash, asabiylashmaslik, ya'ni demoqchiman o'rtoqdek bo'lish kerak. Albatta. Va shu muhitdan keyinchalik bu qiz bo'lg'uvchi ona bo'lgusida ota-ona bo'ladi, o'g'il ota bo'ladi. Ya'niki shu yoshlikdan boshlasak shu tarbiyani, shu to'g'ri bo'ladimi? Fikringiz qanaqa? Albatta. Siz ko'proq o'g'il endi baribir asosiy erkaklar sizda. Endi erkakligi bemorlaringiz. juda ahamiyati katta. Ayniqsa aytganingizdek, yosh davrini. Yosh davrini judayam parvarish kuchli olib borish kerak bo'ladi. Nimaga desangiz, parvarishga nima kiradi? O'sha aytganingizdek, yeb ichish, uyqusi, olayotgan даже bilimi, olayotgan o'sha har xil sharoitda, masalan, ko'cha sharoiti bor, uy sharoiti ham bor. Haligi aytganimizdek, stress kuchli narsa. Hozirgi kunda hatto yosh boladan so'rasa ham asabiylashadigan bo'lib qolgan. Buni olib qarasangiz, bir tashvishi yo'q bechora. Yo'q, endi har xil o'sha aytolmayman-ku, siz aytganingizdek, sotsialniy setli ta'sir qilyapti. Negativ ta'sir aytadi. Asab, stress, uyqusizlik, uyqu rejimi buziladi, kechgacha telefonda o'tiradi. Bu saytlar, telefon deyotgan saytlar hammasi shu sizni qiziqtiruvchi narsa. Уже искусственный intellekt shunaqa rivojlanganki, уже sizni anaqangizni fikringizni nima ko'rmoqchi bo'lganingizni ham qiziqishingizni bilib biladi. Уже biladi, уже sizga o'sha informatsiyani keltirib beradi. Shuni bahonasida uyqu ham yo'q. Ertalabgacha ham o'zi bilmay qoladiki, va ertalab bo'lib qoldim deydi. O'shanga avvalambor shu yosh davrni ushlash kerak. O'smirlik davrini ham обязательно nimaga desangiz, eng maslahat berilgan narsa o'sha ota-onasiga shu o'g'il bolalarni vaqtida tekshiruvdan o'tkazish. Bilamiz, o'smirlik paytimizda shu balog'atga kirayotgan paytda ham ahamiyati katta. Jinsiy a'zolari o'z joyidami? O'zini faoliyatini bajaryaptimi? Gormonal o'zgarish bormi, yo'qmi? Ko'p bolalarni olib kelishadi. Vazni yoshiga mos emas. Vazni o'ta ko'p. Masalan, shu 9-10 yoshli bolada bo'lsin bir 35-40 kilo yoki 45 kilo, 50 kilo bo'lsa, yo'q, undan oshish kerak. O'sha qorni bor yoki tana vazni katta, fizический nagruzka o'ta ko'rinmaydi. O'shanga avvalambor bolaga badan tarbiya обязательно kerak. Nimaga desangiz, shu badan tarbiya qilsaki, har xil o'sha salbiy yoki negativ narsalar yo'qoladi. Vaqti bo'lmaydi даже telefonga. Nimaga desangiz, o'sha charchash bo'ladimi? Fizический nagruzka bo'lgandan keyin vaqtida o'qiydi. Hech bo'lmasa uy sharoitida. Да, обязательно uy sharoitida, hatto elementarniy gimnastika. Ko'p narsa talab qilmaydi. O'sha подтягивание, tortilish, отжимание, pressdan qilsa bo'ladi, bemalol. Endi bu yerda bu narsadan o'tkazib yuboramizda, keyin bari ham shu o'g'il bolani uylanishga kelayotgan payt. Uylanishdan oldin tekshiruvdan astoydil bir takror qilib, hammasida rejim orqali tekshirish kerak bo'ladi. Nimaga desangiz, ko'pchilik tekshiruv qilmaydi. Даже ota-onalar bilmay qoladiki, jinsiy faoliyati yo'qligi. O'zini vaqtida bajarmasligiga. Umuman bola o'sha uylanishga kelgan payti asorat bilan kelyapti. Asorat bilan keladi, обязательно. Asorat bilan keladi. Nimaga desangiz, uyalyapti-da. Ota-onasiga yetolmaydi bechora. Shifokorga bora olmaydi. Borish uchun ham kimdir aytish kerak, bor, yo'q, yo'q. Ichidagi dardi qolib ketyapti. Endi men o'ylaymanki, bizani sohaga juda zo'r psixoterapevtlar qatnashishi. Nimaga desangiz, hozirgi kunda даже o'zimizga ham kerak bo'lyapti-da, bir xil. Masalan, asabiylashib, stress holat bo'ladi, har xil vaziyat bo'ladi. Emotsional zo'riqishi kuchli. Kuchli, juda ham kuchli. O'shanga hammasini tekshiruvdan обязательно o'tish kerak. Hozirgi tekshiruvlar bilmayman, ZAGS holatda qanaqa holat o'tyapti. Men o'ylaymanki, junaqa chuqur tekshirishmaydi. O'shanga men o'ylaymanki, astoydil tekshirish kerak. O'sha jinsiy yo'l orqali yuquvchi kasalliklarga обязательно ultratovush tekshiruvlardan, prostata bezi joyidami, CD qoplar qanaqa holatda, moyaklar qanaqa holatda, hammasini tekshirib olishimiz kerak va gormonal holat. Agar o'zini faoliyati hammasi to'ppa-to'g'ri bo'lsa, bemalol turmush qursa bo'ladi, endi o'ylayman. Endi o'zim harakat qilishimiz kerak shunga. Bari ham ommaga chiqarish kerak. Ko'pchilikda bari ham hozirgi kunda ham bo'lsa ham kimlarda televizor bor, kimlarda televizor yo'q. Kimlarda internet bor, kimlarda internet yo'q. Bari ham mana shu biz hozir chiqarayotgan narsamiz radio usulidanmi yoki televideniye usulidan hammasini chiqarishimiz kerak, o'ylayman. To'g'ri, fikringizga qo'shilaman. Va hozirgi paytda shu o'smir qizlarni ham
hozirgi qiziqishlarini, sog'lig'iga foyda yoki zarari haqida gapirib o'tmoqchiman. Endi hozirgi shu internet rivojlangan davrda aytganimizdek shu kerak emas ma'lumotlarni ko'pligini olsak, shu onalar qiziga e'tibor bersa deyman. Yoshligidan boshlab shu hayz siklini kuzatsa ona, qiz bola hali bilmaydi. Nimadirni biladi, nimadirni bilmaydi. Onalarni shuni kuzatishini iltimos qilib qolardik va qiz bolalarni ovqatlanishiga. Baribir hozir hamma endi judayam ko'pchilik biladiki, to'g'ri ovqatlanishimiz kerak. To'g'ri ovqatlanish nima degani? Endi foydali, rafinatlanmagan mahsulotlarni yeyishimiz, ya'ni ko'katlar, sabzavotlar, go'sht mahsulotlari va shularni shu ovqatlanish me'yori ham, ya'ni to'g'ri noto'g'riligi uydan boshlanadi deb o'ylayman, yoshlikdan. Shunga e'tibor qaratishsa va yana shu jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar, umuman shu faoliyat hayz sikli bilan bog'liq kasalliklarni ham baribir ona buni tuqqan, ya'ni farzandlarni tuqqan, onani boshidan o'tgan va qiziga qandaydir yoshiga doir qandaydir me'yoriy o'zini tushunchalarni berib o'tish kerak deb o'ylayman. Endi o'g'il bolalarga kelsak, qizlar endi ko'proq onani oldida. O'g'il bola uyda o'tirgisi kelmaydi, to'g'rimi? Mana shunday tanish bilishlarim farzandini bilaman. Ularni shikoyati shundaki, nima chiqib ketadi ko'chaga. O'g'il bola uyda o'tirgisi kelmaydi. Og'aynisi chaqirdi, o'tga boradi, bu o'tga ovqatlanadi. Asosan yana ovqatlanish noto'g'ri ketyapti. Qachonki bular kech payt chiqib ketyapti. Yog'li ovqat yeb qo'yapti. Fast foodlar va shuni orqasidan semiryapti, aytganingizdek. Yog' to'qimasi ma'lumki o'zi alohida gormonal organ deb hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tafsiloti bo'yicha gormonal alohida organ bo'lib tan olingan yog' to'qimasi. Shuni orqasidan o'zgarishlar kelib chiqyapti. Mayli, endi bular hozircha judayam bir qo'rqinchli emas deb o'ylashi mumkin ota-onalar. Bular nima deyapti? Mayli, semirsa ozadi deb o'ylashi mumkin. Endi uni orqasidan bu yigitlarni erkinligi kelib chiqyapti. Hamma demoqchi emasman. Albatta. Endi yana shu filtrlanmagan informatsiyalarni o'qib, ya'ni gormonal holati bo'ladi ularni, turli xil jinsiy aloqaga duch kelib qolishi mumkin bu yigitlar. Va buni orqasidan yana shu yallig'lanish, ya'ni infeksion kasalliklar kelib chiqyapti. Keyin shunday bo'lishi mumkinki, bu infeksiya o'zini, ya'ni o'smirlikda immunitet yaxshi, o'zini qandaydir juda ham ko'rsatmaydi, to'g'rimi? Infeksiya demoqchiman, qandaydir shikoyati bo'lmaydi, bo'lishi mumkinmi shunaqa narsa? Да, конечно. Qandaydir belgisiz kechishi mumkin. Albatta, skrytniy forma. Skrytniy forma, bessimptomlar deyishadi. Keyinchalik bu yigit uylanyapti, mana 5-6 oydan keyin, 1 yildan keyin shu holat sabab bo'lishi mumkin, to'g'rimi, yuqishiga? Albatta. Прямое попадание, потому что to'g'rima-to'g'ri aloqadan keyin o'sha elga teggan qizimizga yuqadi. Endi uni ham o'zini inkubatsion davrlari bor. Endi har xil infeksiyalar bo'lsa, o'ziga yarasha o'sha keyin shikoyatlar chiqib keladi. Endi shikoyatlar mayli, shu er-xotin infeksiya yo'qdi deylik. Endi men o'ylaymanki, asoratlar ko'p keladi. Sizga ham, nimaga desangiz, ko'pchilik farzand ko'rolmaydiki, vыкидышlar, bola chiqib qolish holatlari bo'ladi. Aynan shu davrda asorati kelib chiqyapti-da. Bizda ya'ni kasallikni boshlang'ich davrini o'tib, ancha kuchlanib boradi bu infeksion omillar, ko'payib oladi demoqchiman. O'zini ta'sirini yaxshigina, hatto bola tashlashda, bola tushishi, bola tushishgacha olib kelinadi, keyin tekshirilyapti, jinsiy a'zodan o'sha jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar yuzaga kelyapti. Hatto shunday holatlar bo'ldiki, men aytyapman, endi bu yerda kuyovni ota-onasi, kelinni ota-onasi, bilasiz, bizada sal
Nozirona hech narsa. kim nozik, hech kim ayblamoqchi emasman, lekin shunday holatlar bo'lganki, kelinni ayblab ajrashishgacha borilyapti. Olib kelyapti ko'p holatlar. Endi yana qaytmoqchimanki, shu yigitga yoshligida oilada endi axloqiy me'yorlar bor, odob, axloq, hatto dinimizda ham hammasi ko'rsatilgan, aniq, tiniq qandaydir axloqiy me'yorlar, buni hammasi yana shu yigitni o'zini sog'lig'ini buzilishiga olib kelyapti. Yana shu oila ajrashdi, baribir to'y qilishgan, xarajat qilishgan, asabi buzildi. Masalan, birovni kimdir oilada shu qizni qanday mana o'stiryapmiz farzand, to'g'rimi? Albatta. O'g'ilni ham, qizni ham. Bilib bo'lmaydi. Endi bu yerda hammasiga mana shu yoshlarni o'zini ichida bo'layotgan holatda yetmasligi. Endi hamma emas, albatta. Yo'q, hamma aytib bo'lmaydi. Shu holat lekin ko'p holat bo'lib qolyapti. bo'lyapti. Endi bizga ko'proq murojaat qilgani uchun biz bu mavzu bizda shu, to'g'ri. Shu. Menga o'g'il bolani endi bari biotarafda o'g'il bola deymiz, qizlar ham o'ziga yarasha xos shu qizlar chiqib ketyapti. Bor, bunaqasi. Uni xarakteriga bog'liq hamma narsa. Endi aytmoqchimanki, bari ham shu ota-onalar buni juda ham nazoratga olgan holat. Olish kerak. Endi o'ylaymanki, mayli biz qanaqadir bir sovetni bir azizcha bir maslahatni oziqasini yeganmiz, lekin hozirgi yoshlarning farzandi bu narsaga juda ham ahamiyat qilishmayapti. Nimaga? Endi ota-onalar ko'proq pul topaman deydi, boshqa qilaman deydi, tashvish ko'p. Charchab kelishadi. Boqish kerak, boshqa qilish kerak. Farzand ahamiyatsizlik qolib ketyapti. Endi bu yerda nimaga shu temani ko'tarolmanki, bu yerda masalan o'zingizda ham ko'p uchraydi, o'sha tug'ilayotgan farzandlar ham qanaqadir salbiy yoki nojo'ya ta'sir bilan tug'ilyapti. Nogironlik bor. Hozir o'sha ko'pincha yangi zamonaviy diagnozimiz bor, autizm. Juda ham ko'p kuchayib ketyapti. O'shanga men o'ylaymanki, endi o'sha ayollarga qanaqadir, qizlarga bir qanaqadir maslahatingiz. Endi hozirgi davrda autizm расстройство аутистического спектра deb diagnoz qo'yilyapti. Juda ko'p omillar ta'sir qilyapti. Hozirgacha o'rganilyapti. Shu Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan alohida bo'limi bor. Shu bo'lim o'rganadigan. Haligi aytganimdek, oxirgi yangi izlanishlarda juda ham katta izlanish qilishgan. Ayol kishini, shu onani oshqozon ichak sistemasidagi o'zgarishlar, oddiy disbakterioz ham shunga ta'sir qilyapti. Endi disbakteriozni kelib chiqishi yana shu infeksion kasalliklar, yallig'lanishlar qanday bo'lgan va bu bo'lajak ona ko'p dori iste'mol qilgan bo'lgan. Ya'ni uni davolash kerak-ku endi. Albatta. Endi aytganingizdek ko'p haligi yoshligidagi yallig'lanish kasalliklari faqat bu emas omili, omillardan biri deya isbotlandi. Ya'ni agar shu ichak mikroflorasidagi o'zgarishlar ham shunga bitta olib keluvchi omil deb tan olindi. Ya'ni qanchadir oilani tekshirishgan. Va yana bundan tashqari emotsional holati onani emotsional holati shu jinsiy hayotdagi, umuman hayotdagi kechinmalari, xavotir olishlari hammasi asab sistemasi birikib shu narsa ham ta'sir qilayotgan ekan. Ya'ni shu yana bir omillardan biri, ya'ni insonni psixik emotsional holati. Shuni ham ta'siri bor ekan. Bizda ham erkaklardan juda ko'p. Endi bu temadan ko'tarishimizdan maqsad, men bu hozir autizm aytaman, boshqacha tushunchaga ega bo'lishmasin va infeksiyani gapirib turishibdi, bular autizm o'tib ketishdi deb o'ylashmasin. Nimaga demoqchimanki, bu ham bir infeksiyalardan yuqqan kasalliklarimizni vaqtida davolamasligi bu bitta asoratlarning ta'siri. Endi bola tushib qolish dedik, uni rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan infeksiyalar bor.
va o'ziga yarasha asorat beradigan infeksiyalar bor. O'shaning uchun bu yerda endi u bilamizki, mana shu kasallik, autizm endi anaqa erkatoy kasallik deymiz, endi ahamiyat qilmaydi, telefonni berib qo'yishadi bolaga, bo'ldi shu. Bilinmaydi yosh. Ovozi o'charkan-ku deydi, bo'ldi, jim bo'ladi. Men o'ylaymanki, bu narsani hamma narsani qamrab olish kerak. To'g'ri. Bizda endi infeksiyalarimiz turlari ko'p. Endi turlari ko'pki, o'sha aytam bilamiz, xlamidия, ureoplazma, trichomonada, gonoreya, sifilis, это все venerik kasalliklar hisoblanadi. Bularning hammasi bir salbiy ko'rsatadi. Hammasi o'ziga yarasha yo'nalishiga bog'liq. Sifilis o'ziga yo'nalishiga qarab ta'sir qiladi, gonoreya o'zining yo'nalishiga, xlamidия o'z yo'nalishiga. O'shanga men o'ylaymanki, o'sha laboratoriyalar ham hozirgi kunda halol qilib ishlashsa. Nimaga desangiz, biron bir любой laboratoriyaga borsangiz ham bir xilida topa olmaydi. Yoki не обнаружен deb beriladi. Klinika bor. Есть shunaqa holatlar, klinika yo'q. Hech narsa bezovta qilmaydi o'sha bemorni, lekin laboratoriyada chiqyapti. Haligi tepada yuqorida gapirgan gapingiz xuddi shu. Bessimptomni, hech qanaqa bir shikoyatsiz erkalik yuradiki, men sopol-sog'man deb o'ylaydi. U yerda o'sha hujayraga kirib qolgan infeksiyalarimiz bizda o'sha hujayra ichida joylashadi. Ular hech narsani bildirmaydi. Qachonki immun sistemasi tushib qolsa, o'sha paytda bular uyg'onadi. Yoki uylangan paytda haligi qizimiz adaptatsiya paytida immunitet tushadi, psixoemotsional hisobiga qanaqadir kasallik yuqtirish ehtimoli bor-da. Endi bu holatda mana shu men o'ylaymanki, bari ham o'sha haligi uylanishdan oldin bir takror tekshirish kerak. Da. Asoratlar ko'p. Endi bu yerda hozirgi kunda men o'ylaymanki, o'sha qizlarga ham, o'g'il bolalarga ham o'zini jinsiy faoliyatini yaxshilovchi bir uy sharoitida qanaqadir yeb-ichlarni ham bir o'tsa ham yaxshi bo'lardi. Yaxshi, to'g'ri aytdingiz. Hozirgi davrda juda ham nutritsiologiya fani bilasiz, juda ham rivojlanmoqda. Bu juda ham yaxshi. Aytganingizdek, uy sharoitida endi men ko'proq maslahat berardimki, shu sut mahsulotlari, masalan, tvoroglar kalsiyga bor, to'g'rimi? Pishloq mahsulotlari, mevalar, yashil sabzavotlar, masalan, bu shu qiz bolalarga, brokkoli, selder, shular yashil rangga ega bo'lgan sabzavot hamda mevalar juda ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Buni yeyishmaydi. Endi shuni targ'iboti, ya'ni uydagi shu onani maslahati bilan uni shirin qilib tayyorlasa ham bo'ladi. Bizning farzandlarimiz yeyishmasdi, sekin-sekin o'rganishyapti. Hamma emas, ba'zi ayollar keladi, shu oilaga shuni o'rgata olishgan. Shunga singdirib o'rgatishgan xotin, farzandlar shunga rioya qilishadi iloji boricha. Juda ham bir har kun to'g'ri bayramlar bo'ladi, boshqa shirinlik yegisi keladi inson, mumkin ba'zan, lekin shu to'g'ri ovqatlanishga, ya'ni shu sabzavot mevalarga yana qaytish kerak. Harakat qilish kerak. Suyuq ovqatlarimiz, masalan, bizani milliy taomlarimiz juda ham xilma-xil. Shularni yog'sizroq qilib tayyorlasa ham bo'ladi oila sharoitida. Va o'ylaymanki, bu qizlarni shu gormonal holatini to'g'ri faoliyatiga olib keladi, to'g'ri ijobiy ta'sir qiladi demoqchiman. Qanaqa gigiyenik tarafdan rioya qilishsin qizlar? Qizlarga endi yana onalarni shuni o'rgatishni maslahat berardim. Gigiyena holatlarda har xil agressiv ximik vositalar bor. Endi agressiv emas, demoqchimanki, yaxshi hidli, insonga yoqadi. Bunday narsalar ishlatish shart emas. Va qizlarni o'zini ishlatadigan sovunlari hozir bor. Masalan, dorixonalarda sotiladi. Laktobakteriya bilan boyitilgan. Shularni ishlatishni tavsiya qilardim. Endi hozirgi kunda juda ham keng, demoqchiman, sotuvda bemalol bor ular. Shularni va masalan, ich kiyimlari sintetik matolardan bo'lmasligini, shu paxta matolaridan bo'lishini tavsiya qilardim.
va albatta shu e'tibor berishlarini gigiyenik holatlarda ham qizlarga ham o'g'il bolalarga judayam katta asosiy muammolar, ya'ni yallig'lanish, nospetsifik yallig'lanishlar bor, infeksiyasiz. Ular shu gigiyenik qoidalarni buzilishidan ham kelib chiqadi. Noto'g'ri ishlatib qo'yishadi. Allergiya chaqirishi mumkin, har xil ximik vositalarga boy, yaxshi hidli sovunlarni ishlatgisi keladi hamma. Va shuni orqasidan shu allergiyaga yana dermatologlar yana o'zingizga kelishadi. Endi qarang, bilamiz, yangi turmushga chiqqan qizlarga tavsiya berishingiz yaxshi bo'lardi. Nima, masalan, aloqadan oldin, aloqadan keyingi holatda nimalar aytamiz? Spritsevaniyalar bor, har xil gigiyenik vositalar bor. O'zi spritsevaniya, ya'ni o'zi mumkinmi, yo'qmi? Mumkin emas, albatta. O'zi umuman ayollarni o'zini salomatligi, o'zini pH muhiti bor. Shu jinsiy pH muhiti bor. Va har xil unga aralashuvlar, ayniqsa uy sharoitida doktor maslahatisiz, ba'zan shunaqa bir doktorga borishdan oldin ham judayam ximik vositalar bilan yuvinib kelishadi. Bu mumkin emas. Bu holat yanada kasallikni ildamlab kelishiga deymizmi, yana ham o'sha kuchayishiga olib keladi. Avjiga olib, bunday har xil ichki yuvishlar deylik, mumkin emas. Oddiy o'zi suv, shu oddiy kerakli o'zini sovuni bor. Shuni ishlatsa bo'ladi deb o'ylayman. Bilasiz, hozir reklama ko'p. Har xil internetda, televizordan ko'rsatadi. Har xil spritsevaniya, gigiyenический, antiseptik rastvorlar reklama qiladi. Endi ko'pchilik bari shundan foydalanadi. Qo'shnisi aytadi, gapirganlar bular foydalanishadi. O'rtog'i aytadi, qo'shnisi aytadi. Agitasiya kuchli. Hali aytganingizdek, nimasi filtrlanmagan, ya'ni shu ma'lumot. Lekin yo'q, avvalambor shifokor ko'rinishiga kelish, nimadir yoqmasa, shifokorga kelishini, murojaat qilishini tavsiya qilardik. Va har xil bunday hidli, yaxshi hidli vositalardan hamda sintetik chiroyli kiyim, to'g'ri chiroyli kiyingisi keladi ayol kishi, ayniqsa turmushda har xil hozir judayam sotuvda ko'p. Lekin tavsiya qilardimki, shu paxta matolaridan foydalanishi. Va nafaqat qizlarimiz, erkaklar, yigitlar ham gigiyena qoidalariga rioya qilishsa, masalan, kechqurun boyaga aytganimizdek, hozir sovuq mana. Baribir o'rtoqlar chaqiradi, yigitlar ko'chaga chiqishyapti. Sovuqni ta'siri bormi? Endi sovuqda bizda asosan erkaklarga, albatta erkaklarga, hozir yosh bolalarga yoki shu erkaklarimizga avvalambor ta'siri bor. Betda qanaqa immuniy prostatit kasalligi kelib chiqadigan bo'lsak, bu ham bir har xil har xil holatda kelib chiqadi. Endi bu yerda bilamiz, kechqurun chiqamiz, hozirgi yoshlar qiziquvchan hammasiga, qoni qaynaydi deb o'ylaydi, lekin shu yoshdan boshlab bizda o'sha yerda oyog'imizga issiq kiymasligi yoki uzoq vaqtda sovuq havoda turish yoki biror bir joyda o'tirib qolishimiz ham mumkin bo'ladi. Даже o'sha sauna bassenga tegishli joyi bor. Endi bu yerda bu bitta variant. Keyingi variantlarda bu yerda bizda kam harakat. Hozir harakatimiz juda ko'p. Ko'pchilik erkaklar ofisni rejimda ishlashadi. O'tiradi. Sijachcha работа. 8 soat o'tiradi kompyuterda, yozish, kompyuter bo'lmasa boshqa ishni olib boradi. Aytmoqchimanki, vashi harakat yo'q. Endi harakat bo'lmasa, o'sha yerda jinsiy a'zomiz yoki chanog'imiz ichida joylashgan a'zolarda qon aylanishi yo'q. O'sha hisobiga qon dimlanish hisobiga bu yerda har xil o'zini salbiy holatlarni ko'rsatadi. Endi uchinchisi bu yerda o'sha hali aytganimizdek, biror bir shamollash. Prostata bezi shamollashi bor, CD qopqon shamollashi bor, CD yo'llari shamollashi bor yoki biror bir infeksiyalar bor. To'g'ri, bizda ham o'zimizga yarasha pH bor, muhiti bor. Bu yerda avvalambor faqat jinsiy yo'l orqali yuquvchi kasal bo'lmasa ham, o'zida bo'lgan saprofit bakteriyalar rivojlanishi mumkin. Endi bunga
turtki bo'lishi mumkin, haliki immun sistemasi. Immun sistemasi yoki gigiyenik holatiga ahamiyat qilmaslik. Men o'ylaymanki, bari ham endi uyatli bo'lmasa ham qog'ozga aloqadan oldin bari ham erkak yoki ayol kishi tahorat qilib, poklanib, keyin qo'shilgan ma'qul. Siz shu aytganingizdek, har xil pH muhiti o'zgarmasligi sababi uchun. Biror bir bakteriya tushsa, biror bir qanaqadir infeksiya tushsa, bari ham o'ziga organizmga almashib chiqadi. Endi erkaklarimizda yana shu prostatika olib kelgan narsa, bu yerda kam harakat qildik, katta vazn. Vazni katta, bu yerda mana shu bu holatda ham bizani o'sha erkagimizning gormonlari bor. Gormonal o'ziga bir-biriga o'sha ulanib ketyapti. Gormonal bir-birini keltirib chiqaryapti. Da, bir-biriga bog'liq, o'shanga o'sha gormonal holatlar buziladi. Bu yerda o'sha qandli diabet uchun hozir juda zamonaviy bir anaqa kasalligimizga erkakligiga eng kuchli ta'siri bu yerda o'sha bizani jinsiy faoliyatimiz pasayib ketishi. O'shaning uchun o'ylaymanki, shu haligi tepada gapirgan temamiz yeb-ichish. O'sha yeb-ichishni o'zini vaqtida yeyish yoki har xil fast foodlardan, xamirli ovqatlardan ozgincha voz kechish kerak. Endi o'zini to'g'ri ovqatlansa, to'g'ri uyqu bo'lsa, o'zini faoliyati o'sha kortizollar, gormon rosti hammasi endi hozir chuqurlashib ketsa, uning gapi ko'p. O'shalar narsalarning hammasi bir-biriga bog'liqligi bor. Ya'ni nima vaziyat bo'lishi mumkin? O'sha yerda prostatitimizga alkogol ichimliklar, tamaki chekishlari yoki biror boshqa narsa chekadiganlarga u ham ta'sir ko'rsatadi. Nimaga siz bizani o'sha tamaki chekayotgan odamlarga bilishsinki, voy foyda zarar yo'q deb o'ylaydi. Bir umr chekolman-ku deydi. Yo'q, o'sha vaqti bilan tomiri devoriga zararga olib keladi. Quritadi. Qo'pol gapirganda quritadi va vaqti bilan har xil trombli holat. Aynan chekish, tamaki chekishni buni bittasi asorati o'zini qon tomir devorlarimizni funksional buzilishiga olib keladi. O'sha har xil trombli hosil bo'ladi. Bu yerda insult, infarkt o'ziga yarasha. Endi bu hammasi bir-biriga bog'liq. Asab, yeb-ichish, endi buni hammasi individual aytib bo'lmaydi. Nimaga desangiz, bu yerda hamma narsani individual ahamiyat qilish kerak. Hozir ko'rayotgan даже xalqimiz ham kimdirdir tana vazni og'ir, kimdirdir uyqusi yo'q, kimdirdir yeb-ichishi noto'g'ri, kimdirdir asabiylashish ko'proq, kimdirdir kam harakat. Hamma eshitayotgan hozir sanab o'tgan narsalarimizga o'ziga ahamiyat qilish kerakki, mana bu narsani to'g'rilashim kerak. Uyquni to'g'rilashim kerak, aloqani to'g'rilashim kerak. Aloqa ham o'z vaqtida o'z rejimi bor. Bilamiz, haftada 2-3 marta обязательно boshqa. Qancha ko'p bo'lsa erkaklarga 40 dan oshgan erkaklarga maslahatim aloqani ko'paytirgan ma'qul. Endi bu yerda по-любому jinsiy faoliyatni ushlab turadi. Endi tana vazni og'ir deganidek o'sha haligi gormonal gullanib ketdik. Bu yerda o'sha bizani oshqozonimizda metabolik sindrom, bu yerda o'sha hamma bizga kerak bo'lgan testosteron gormonlarimiz qorin charbiga sarflanib ketadi. Vaholanki o'zi bilamiz testosteronimizni o'zining faoliyati bor. Shunga qarab turib shu kasallik olib keladimi? Bo'ldi, ketdi. Farzandsizlik, urug'larning harakati pastligi, aktivnisi pastligi, o'liklar ko'pligi, patologiya ko'pligi ketma-ket bir-biriga o'ylanib ketyapti. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu holatni hammasini uy sharoitida ham qilsa bo'ladigan narsalar. Hozirgi kunda ko'pchilik murojaat qiladi. Shifokor uy sharoitini maqsam bo'ladi deydi. Endi ularga javob bermasangiz bo'lmaydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu yerda bizani erkaklarimizga, urug'iga, erkaklarimizning erkaklik faoliyatini kuchaytirgan uy sharoitida yeydigan narsalar ko'p. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, oddiy lovlagi. Lovlagini даже trenirovkaga chiqayotgan bolalarga aytaman, lovlagini bir stakan lovlagini ichsa, u как энергетик. Shart emas. Tabiiy oqsillik. Tabiiy, da, u energetik nima desangiz, bu yerda o'sha oksidazotga ta'sir qiladigan holati bor, antioksidant holati bor, xususiyati bor. O'shaning uchun bu juda kuchli narsa. O'sha oddiy lovlagan sokini ichsa ham har xil trenirovka deb o'tgan og'ir mashqlarni bemalol qila oladi. Bu energetik sifatida o'shaning uchun energetik bo'lgani uchun bu yerda o'sha bizani urug'imizga yoki jinsiy faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi juda ham yaxshi aksiyada. Keyingi yeydigan narsamiz o'zimizning o'zbeklarimiz yog'oqlar. Yog'oni iste'mol qilsa ham u ham xuddi
xuddi shu ereksil yoki testosteronni foydali ko'rsatadi. Ayniqsa kelin gormonini kuchaytirib beradi, vyuretkasini ishlab chiqarib berishini. Uchinchisi, oddiy o'zimiz yozda pishirgan tarvuzimiz. Tarvuzlarda nitratlar ko'p. Bilamiz, bari hammasi dorilangan bo'ladi. O'sha nitratlarni bu yerda o'sha oksazot degan narsamiz bor, shu erkaklarning funksiyasini oshiruvchi, u ham stimulyatsiya qiladi. Juda ham ko'p. Yana bittasi oddiy sitrusli mevalarimiz. Juda ham vitamin C. Immunitet, qon aylashini yaxshilashni, qonni suyultirishni ham o'ziga xususiyatga ega. Chesnok, piyoz ham bor. Da, endi конечно, kuni bilan chesnok yegin deymiz, lekin doimiy ratsionda shu mahsulotlar bo'lsa, da juda ham chiroyli bo'lardi. Nimaga siz tanishda ikkinchisi ham tanasi mevamiz bor, anor. Ana vodiydan olib kelishsin, vodiyda bemalol o'ylayman, muammo emas anor. Ayollarga ham foydali. Da, bilasiz, ayollarga ham foydali. Anori даже daniyaga bilan yesa juda zo'r. O'ylaydiki, ko'pchilik daniyaga yutish kerak emas. Yo'q, payg'ambarimizdan o'sha daniyalar bilan birga yeganlar. Uzum ham daniyalar bilan birga yeganlar. Uni ichida bo'lgan oqsilli, ichida bo'lgan foydasi juda ham kuchli. O'shaning uchun anor xoli o'zini yesin, xoli so'qini ichsin, juda ham erkak faoliyatiga 40% ni mana shu ratsionda bo'lsa, 40% bo'lsa ham erkak faoliyatini oshirib beradi. Men o'ylaymanki, hozir bir 5-6 ta narsalarni sanab chiqdik. Men o'ylaymanki, shu ratsionda har doim ovqatda yoki iste'mol qilib tursa, juda ham yaxshi foyda ko'rsatadi. To'g'ri, fikringizga qo'shilaman. Bu aytganlaringiz anor dedingiz, juda ham foydali. Ayollarga ham juda, aynan danaga bilan, uzum danaga bilan, ichida foydali efir moylari bor. Va shu sog'liqqa to'g'ri yaxshi foydali tomonlar juda ko'p demoqchiman. Endi hali aytib o'tdingiz energetiklarni ichishi. Mana siz ham dermatologiya sohangizda bilasiz, ko'p murojaat qilishadi sizga. Ayniqsa bu yoshlar nima xavotirga soladi? Ularning tashqi ko'rinishi birinchi o'rinda. Soch to'kilishi, yuzdagi toshmalar, akne deymiz. Shu energetiklarni ham ta'siri bormi? Aynan toshmalarga, ya'ni gormonal toshmalar gormonal funksiya bilan bog'liq. Bog'liq. Qanaqadir bog'liqlari ham bor demoqchi. Xususiyati bor. Endi energetikada da, endi primoy da показание deyolmayman energetiklarni. Bu yerda avvalambor shu me'yoridan ortiq ichishadi, iste'mol qiladi. Bu yerda o'sha bayram energiyasi deganda o'sha taurin ta'sirida bo'lgan narsa, shu yuringni o'ynatishi, bayram modda almashinuvini buzadi. Modda almashinuvini buzgandan keyin oshqozonda bo'layotgan bakteriyamiz bor, Helicobacter pylori. Ularning ham o'z holatiga ko'payishi har xil bizda yuzimizda bo'layotgan o'zgarishga olib keladi. Bu даже kerak bo'lsa seborrheic dermatitisga olib kelishi mumkin, har xil husnbuzarlikka olib kelishi mumkin, aknelikka olib kelishi mumkin, oddiy rozatsiyaga olib kelishi mumkin. Bu yerda faktorlar ko'p. Oddiy nervdermitga olib kelishi mumkin. Hozir atopik dermatit deymiz biz tilimizda. Bu yerda har xil o'sha badandagi toshmalarga, o'sha bel sohasida, bu ikkita qo'lingni ichki sohalarda hozirgi kunda juda ham allergik fonlar ko'p. Bu hammasi aytganingizdek sintetik narsalar, искусственный narsalar. Yangi chaqaloqda ham albatta ko'p. Mendan endi mana tug'ib oldim, doktor rahmat deyishadi. Endi bitta savolim bor-da. Bolamda toshma toshyapti deydi. Qandaydir yordam bering, yo'nalish ko'rsating deyishadi. Hatto ba'zilarini bilaman, onalarni ham shu energetik uyqum kelib ketdi-da, shundan ichib qo'ydi. 1-2 ho'plagandim, bo'ldi. Shu toshma toshdi farzandimga, ya'ni u emizgan suti bilan qandaydir moddasi o'tgan deb o'ylayman. Endi kam bor bunaqa holatlar ham. Yana aytmoqchi edim, shunday meni oldimga bir qiz keldilar. Chet davlatga, universitetga o'qishga topshiryapman, juda ham ko'p tayyorlanyapman dedilar. Hattoki qorinlari ochganda ovqat yemasdan ham energetik ichganlar. Holbuki o'qimishli insonlarning farzandi, ko'p o'qiyotgan qizaloq 16 yoshlarda va juda ham kuchli gormonal buzilish kelib chiqqan bo'ladi. Ko'p energetik ichganlar, hayz sikli umuman to'xtab qolgandan keyin bular shu ginekologga kelyapti, onalari bilan kelyapti, murojaat qilyaptilar. Ya'ni ona bilmaydi. Meni oldimda aytyaptilar, nima yeysan, nima ichasan? Hozir bilasiz, masalan, sizga men ginekologga, urologga kasal keldi, bemor murojaat etdi. Siz
bitta shu a'zoni tekshirmaysiz-ku. Umumiy Albatta. hammasi bog'liq, umumiy holatini kelib chiqishga to'g'ri keladi. To'g'ri, bu ancha vaqt olyapti. Avvalgidek bitta bemorga 15 minut yo 20 minut Yo'q, yetmayapti. yo'q. Siz shu bola, ayniqsa onasi bilan kelsa, nur ustiga a'lo bu qizaloq. Qanday tug'ilgan, homiladorlik qanday o'tgan sizda degan savollar beryapmiz. Shu qizga homilador bo'lganingizda sizni holatingiz qanaqa edi? Ba'zilar hayron bo'ladi, nima aloqasi bor doktor? Ya'ni yana uni vaqtini olayotgandek bo'lamiz. Va shu suhbatimizda kelib chiqdiki, shu qiz ko'p dars qiladilar va shu ovqatlanishni o'rniga, ya'ni yana uyqulari kelganda ham uyquni qochirish uchun ham shu energetik deb nomlangan ichimliklarni ko'proq iste'mol qilyaptilar. Endi bu yerda shu energetiklarni yoki har xil o'z vaqtida yemasligiga обязательно faoliyat ko'rsatadi salbiy. Nimaga desangiz, ko'pchilik shu bolaga emzadi, endi bari emizganda sut bilan chiqadigan. Endi u energetik u sut bilan to'g'ri keladimi yo'qmi, har xil holatlar olib kelishi mumkin. O'sha bolaga diatez deylik, diatez yoki atopik dermatit holatga kechishi mumkin. Endi unaqa holatlar keladi. Avvalambor, конечно, ko'pchilik endi rasmga olib yuborishadi. Hozir endi bilasiz, internet rivojlangan, o'shanga kelishga даже erinishadi bir xil. Endi o'zini hurmat qilgan, o'zini sevgan odam keladi. Kelib shifokorga ko'rsatib, bunday tashxis qo'ya olmaymiz biz, nihoyatda qiyin. Telegram orqali toshmalar bir-biriga xos, bir-biriga o'xshash. Uni ajratish uchun живой ko'rgani yaxshi bo'lardi. Endi shunaqa holatlar bo'ladiki, to'g'ri, bizda shu yosh qizlarimiz yoki shu turmushga chiqqan qizlarga ommada yo'q-da bu informatsiya. Ko'pchilik gapirmaydi. Nimaga desangiz, bu mana shu har xil boshqa videolarni ko'rgandan ko'ra, men o'ylaymanki, mana shunaqa tematikalarni ko'proq yoritish kerak. Endi, конечно, monotonniy gaplar emas, qiziqarli qanaqadir multfilm, qanaqadir filmlar orqali. Men ko'pchilik hozirgi даже elementarniy ashula ham judayam ma'nosiz bo'lib ketadi. Kino yotirsin, oddiy ashula. O'shaning uchun men o'ylaymanki, qanaqadir foydali informatsiya beradigan. Потому что xuddi shu qizlarga, xuddi shu o'g'il bolaga. Nimaga desangiz, bu narsani foydali bersa, men o'ylayman, hamma qiziqib ko'radi. Nimaga desangiz, bu judayam qiziqqan narsa. Ota-ona ko'rmagan ota-ona ham buni ko'rishi mumkin. Men o'ylaymanki, mana shunaqa tendensiya bilan borsa, men o'ylaymanki, avlodimiz ham sog'ayadi, turmush tarzi ham juda chiroyli o'tadi. Har xil nuqsonlar kamayadi. To'g'ri, fikringizga qo'shilaman. Va albatta bizni davlatimizda hamma imkoniyatlar bor. Albatta, juda. Bu tekshiruvlardan, skrining tekshiruvlari bor. Aytganingizdek, turmushga chiqayotgan yoshlarni, ya'ni asosiy tekshiruv usullaridan o'tkazsak, keyin bular turmush qursa, yana bitta masala bor, nozik masala, qarindoshlar o'rtasidagi nikohlarni oldini olish. Bu alohida katta mavzu. Juda katta mavzu. Chunki ancha kamaydi hozirgi paytda, endi baribir uchrab turibdi. Bor, unaqa oilalar bor. O'z begonaga berishmaydi. Shunaqa ular. Ba'zilar aytadiki, biza shunaqa yaqin qarindoshmiz doktor. Mani farzandlarim soppa-sog', siz noto'g'ri aytyapsiz deydi. Avvalambor unday bo'lmasin, lekin sizni farzandlaringizda qandaydir muammo, ya'ni nabiralaringizda qandaydir muammo kelib chiqishi mumkin deyman endi. O'ylaymanki, suhbatlarimizdan qandaydir foydali ma'lumotni oladi tinglovchilarimiz. Ko'paytirishimiz kerak, unaqa informatsiyani berishimizni yoki o'sha immuniy taalluqli bo'lgan, hozirgi dolzarb bo'lgan va qiziquvchan bo'lgan informatsiyani berishimiz kerakki, nima desangiz, o'ylaymiz, даже elementar narsa, даже kechiga bemorim kelyapti. O'ylaymanki, shunaqa bemorlar ko'paysa yaxshi bo'lardi. Nimaga desangiz, mayli bemor bo'lmasin, sog'lom bo'lsin-ku, lekin o'ziga ahamiyat qiladigan insonlar ko'paysa yaxshi. Oddiy o'tbetda qo'lini siqib qolgan, esidan chiqib ketgan, u toshmaga o'xshab ko'karib qolgan, gematom bo'lgan, qon talashib qolgan, o'shani toshmada kelyapti-da.
Keyin buni aytsam, bo'ldi, sen sop bosasan, xavotir olma. Lekin o'sha bolaga ham aytdimki, baraka topdim, mana shu sandikili ko'paysa yaxshi bo'ladi. Nimaga desangiz, ko'pchilik bizada o'zbekchilik vaqtimiz bo'lmaydi boshiga. Haligi yarani ustiga nimadir o'z uy sharoitida nimadir surishadi. Asoratlanib kelishadi. Endi bizga kelishgan paytda juda ham og'ir ahvolda kelishadi. Oddiy yaradan oddiy yaradan juda ham katta chiqadi. O'shanga o'ylaymanki, o'sha asoratgacha olib kelmaslik, erta tekshiruvdan o'tish. 1 yilda хотя бы 1 marta tekshiruvdan o'tish kerak. Albatta. Любой inson, любой ota-ona farzandini tekshiruvdan o'tkazish kerak. Bu 5 yosh bo'ladimi, 6 yosh bo'ladimi, 10 yosh, 15, 20 yosh farqi yo'q. Erta tekshiruv mana shu yoshligidan o'rgatib qo'ysa, profilaktik maqsadda. Keyinchalik o'sha bola voy tekshiruvdan o'tmadimi, bu yilda tekshiruvdan o'tadi. O'rganadi. Erta tashxis qo'yilsa-ki, shuncha oson bitadi. Любой даже operatsiya qilsangiz ham oson bitadi. Chirurglik ham oson. O'sha joyini olib tashlaydi, bir qismini shu bilan aniq qiladi. Sizdan o'ylaymanki, haligi bemor ham sog'lom, shifokorlarga oson bo'ladi. Endi bu betdan kasallikdan qochish emas, to'g'ri. Endi hammaning vaziyati har xil, sharoit har xil. Ko'pchilik hozirgi kunda qimmat deydi, konsultatsiya deydi, boshqa deydi. Bugungi kelgan bemorlar aytmoqchimanki, xalqi shifokorga kelishdan qo'rqmaydi. Qo'rqadi-da ko'p. Qo'rqmaydi, nimaga? Konsultatsiya deysizlar, to'lamasligi ham mumkin shu konsultatsiyani, lekin o'zingizni olmoqchi bo'lgan maslahatingizni berishadi. Bugungi kelishgan dodi bo'li erida toshma toshgan ekan, biror bir shifokor aytdiki, bu yoqqa borasiz, bu yoqqa borasizlar. Bormagan. Uyida o'sha sharoitda atsiklavirni ichishgan, uchudi bo'lishgan, boshqa qilishgan ichishgan. Bugun kelishdi shu narsani yana ham takrorlab gapirishdi. Kechirasiz, o'g'lim, любой joyga borsa ham konsultatsiya pulli deyishadi. U deydi, даже doktorga kirishdan oldin boring to'lab keling, keyin ko'raman dedi. Iltimos, men o'ylaymanki, xalqimiz har xil. O'shanga o'ylaymanki, qanaqadir sortirovka bo'lish kerak, filtr bo'lish kerak. Albatta. Ko'zimizda, bizning shifokor ko'zimiz, biz bekorga psixolog emas, eshigimizdan kirayotgan paytda bemorni o'zi skaner qilishimiz kerak. Qayerda og'riyapti, nima bilan kelyapti, dard bilan. To'g'ri, sharlatanlar ham ko'p. Mana shu orqali foydalanib tekinga ketishadi. Unaqa ham ko'p. Lekin o'ylaymanki, oddiy suhbat davomida 70% обязательно o'sha diagnoz qo'yib qo'yasiz. Tashxisini qo'yib bo'lasiz. Taxmin qo'yib qo'yish, shunaqa gapish. O'shanga men o'ylaymanki, qo'rqmanglar, kelinglar, murojaat qilinglar. Endi qo'limizdan kelgancha yordam berishimiz majburmiz shu. Endi to'g'ri, endi ko'pchilik chirish boradi. Ana shifokorlarning ustiga kerak bo'lsa chiqib qoladi. Shunaqa qo'pol gapiraman, lekin shu narsa bor. Bu haqiqatni gapirish, ham gapirish kerak. Buni qog'ozga o'rab bo'lmaydi. Unaqa vaziyatlarni ham kuzatganmiz. Mana shunaqa juda ham holatlar ko'p. Laborator tekshiruvlar bizaga yordamchi tekshiruv, to'g'rimi? Albatta. Asosiy tashxisi o'zimiz. Siz, ya'ni shifokor gaplashganda, suhbatlashganda o'sha asosiy tashxisni qo'yib bo'ladi va laborator tekshiruvlar sizga faqat shuni tasdiqlashga yordam beradi, ajratib olishga shubhalangan yerlaringizda. Yo'nalishni to'g'rilab olishimizga, dori berishga. Lekin suhbatimiz davomida shuni aytmoqchimanki, shifokor do'st. Albatta. Insonga. Ba'zi shu yana Instagramda ayniqsa ko'rasiz, shifokorlarni ayblab, to'g'ri, har xil inson bor, har xil shifokor, har xil bemor bor. Lekin aksariyati biza shu sohani tanlaganimizda ham shu insoniylik, ya'ni insonlarga bo'lgan hurmat, человеколюбие deydi rus tilida, shunday xislati bor insongina shifokor bo'la oladi deb o'ylayman. Va bizani maqsadimiz insonlarga, ya'ni shu bemorlarga yordam berish. Va eng avvalo shu erta davrda tashxis qo'yish. Chunki erta davrda qo'yilgan har qanday o'smani ham, toshmani ham xarajati ham kamroq bo'ladi. To'g'rimi? Amaliyotdagi ob'yomi ham kamayadi. Ekonomika, bari ham moddiy taraf juda ahamiyati katta-da hozirgi kunda. Kasal bo'ladigan payt emas. Nimaga desangiz, elementar dori-darmon yozib bersangiz ham, tekin maslahat berganingiz ham, dori-darmon yozganingiz ham o'shanga qarab
halollari mumkinmi degan savol tug'iladi-da o'sha odamda. O'shanga o'ylaymanki, bayram o'sha ko'pchilik o'shanga nimaga murojaat qilyapti? Uy sharoitini nimadir aytaylik, iltimos, maslahat beraylik deyishadi. To'g'ri, o'sha aytganingizdek, tepada yuqorida gapirganingizdek hammasini agar inobatga olishsa, men o'ylaymanki, har xil dorilarga, har xil tekshiruvlarga duchor bo'lmaydi. Nimaga desangiz, baribir men o'zi shunaqa shifokormanki, dori berish kamroq iloji o'zim boricha. ishlashni o'rnayman. Nimaga desangiz, uni tartibi bor. Ertalab, kunduzi, kechqurun uni ich, eslash, hammasi baribir Nojo'ya ta'sirlari. Albatta, nojo'ya ta'sirlar o'ziga xos. O'shanga bu yerda hozirgi kunda bayram o'sha erta tekshirish, qancha erta tekshirsa shuncha o'ziga qulaylik holat bo'ladi. Sog'lom inson ham Albatta. 1 yilda bir marta tekshirish kerak, albatta. bolaligidan, to'g'rimi? 1 yilda bir o'zini hududiy poliklinikasi Albatta. bor. Hozir u yerda hamma analizlar bor, asosiylari. Hozir rivojlangan hammasi juda ham 1 yilda bir ko'rikdan o'tsa yaxshi bo'ladi. Gapingiz. Endi yana bir savolim bor edi sizga. Ozgina chetga chiqib ketdik. Toshma, ya'ni papilloma. Hozir bilasiz, ko'p ayollarimiz so'rashyapti. Papilloma virusi haqida. Qanaqa jinsiy yo'l bilan yuqadimi, qaysi yo'l bilan yuqadi va ko'proq ayollarda bilasiz, yara, ya'ni eroziya holatiga sabab bo'lishi mumkin shu papilloma virusi. Hozir sizga ham murojaat qilishadimi? Ya'ni er-xotin o'rtasida bo'lishi mumkinmi? Shu yaralar yoki toshma. Ko'pincha erkaklarda toshma xalaqit qiladi, to'g'rimi? Albatta. Shuni qanaqa murojaati? Erkak kishi sizga kelsa, ayolini ham doktorga olib borish kerakmi? Siz shunday tavsiyalarni berasizmi? Albatta, bu yerda ko'radigan Odam papilloma virusi. Odam papilloma virusi. Bu yerda albatta shu erkaklarimizda uchraydigan narsa. Endi papilloma desak, bu yerda jinsiy yo'l atrofida toshadigan toshmalar, kandiloma deyiladi-da. Lekin yuqadigan, yuqmaydigani ham bor. Yuqadigan, yuqmaydigan, uni tipiga qarab. Uni VPChga qaraymiz, tekshiruvga qaraymiz, PCR diagnostika qilish kerak albatta. Faqat qondan emas, ko'pchilik shifokorlar qonni olib qo'yishadi, lekin не достоверный hisoblanadi. Asosan mazokdan olish kerak bo'ladi. Endi ko'radigan bo'lsak, bu yerda bilamiz, bo'yin sohada. Ko'proq ko'ringan qo'ltiq sohasida, уже kindik tegadigan bo'lishi mumkin. Endi ularning hammasi turi har xil. To'g'ri, bitta oilaga kirishi mumkin. Lekin uni turi har xil. Shuning uchun dermatofibromalar bor, papillomalar bor, so'gallarimiz bor. Endi jinsiy a'zo atrofida chiqib qolgan o'simtalarimizni o'sha kandiloma deyish mumkin. Endi 2 yilda chiqib qo'yaptimi, shu narsa paydo bo'lgan, обязательно ayol kishini ham tekshirib olish kerak. Nimaga desangiz, ularda tashqarida bo'lmasa ham, ichki holatda bo'lishi mumkin. O'sha bachadon bo'ynida chiqib olishi mumkin, qin atrofida bo'lishi mumkin, shu qavatda bo'lishi mumkin. Ularni endi o'sha onkogen turlari ham bor, xavfli. Albatta, onkogen turi xavfli tarafki, bizga erkaklarimizga bir asorat bo'lmasligi mumkin, lekin ayollarda ko'proq tezroq bo'lgan narsa o'sha bachadon bo'yni rakiga olib keladi, saraton kasaliga olib kelishi mumkin. Ana o'sha narsani hozirgi kunda bilamiz, VOZ programmada emlash. Mana shu bo'yicha VPCh bo'yicha emlanyapti. O'sha maktabda o'qiydigan qizlarga, bilmayman nimaga o'g'il bolalarga qilishmayapti. Ba'zi davlatlarda o'g'il bolalarga albatta Yevropada qilishadi. Nimaga desangiz, yuqtirgan odam erkaklar. O'shanga men o'ylaymanki, keyinchaligiga uni ahamiyatga olishgan bo'lishi kerak davlatimiz. Ko'p savol sizga berishadi, menga ko'p berishadi. Mani qizimga shu vaksina qilishmoqchi, doktor qilaylikmi yo'qmi? Bu keyinchalik tug'ishiga ta'sir qilar ekan. O'sha yana ko'chada eshitib kelgan gaplari ayollar va albatta qilinglar deyman. Bu juda ham kerakli emlash. Ko'p davlatlarda juda ham qimmat, bizada mana bepul emlanadi va albatta qilinglar. Ya'ni boshqa masalaki, har bitta vaksina, boshqa vaksinalarni ham bitta
tibbiy ko'rikdan o'tgan bo'lishi kerak demoqchiman shu qiz. To'g'rimi? Ya'ni qanaqa buni qarshi ko'rsatmasi bor deb so'rashadi. Qarshi ko'rsatmalari bu hamma vaksinaniki qanaqa bo'lsa shunaqa, ya'ni allergiyaga moyil emasligi, individual ko'tara olmasligi, nevrologik qandaydir nimalar bo'lishi mumkin, kasalliklar. Shular bo'lmasa, ya'ni sog'lom holida bu xavfsiz emlash. Bemalol emlanadi. O'shanga o'ylaymanki, shuni papilloma juda hozirgi kunda ko'p tarqalgan bir temalardan bittasi. Endi biror bir o'simlikda bu chiqyaptimi, ko'pchilik erkaklar uni xoldi bo'ladi. Xoldi bo'ladi. Endi, конечно, axborot yo'q, informatsiya yo'q, bu narsani ko'rmagan, tushunmagan. Bizga o'sha kelishgan paytdagi yoki ko'paygan paytda juda ham ko'payib ketadi. Bu narsa tarqalishi ehtimoli katta. Nimaga desangiz, ko'pincha tozalanish ahamiyatga katta. Lezma bilan bu holatda agar holsimon shikastlab qo'yish ko'rgan bo'lsa, shikastlaydi, qoniydi, keyin tarqatib yuboradi hamma joyga. Ana o'sha holatda men o'ylaymanki, o'sha joyini biror bir boshqa yoki lezma emas, moshinkalar chiqqan hozir, mana shunaqa holatda tozalanib turish kerak. No, bayram chiqdimi, ko'rdingmi, shifokorga murojaat qilish. Qancha erta murojaat qilsangiz, shuncha tezroq yordam beradi. Ba'zi bemorlar uzib oladi. Albatta uzishadi, kuydirishadi, qilishadi. Chistotel to'g'ri qilishingiz mumkin, lekin uni kuydirish chuqurligini kontrol qila olmaysiz. Qo'yib yuboradi, chandiq qo'yish mumkin yoki biror bir haligi aytganingizdek yazvaga olib kelishi mumkin. Bunaqa holatni ham ko'rdik. Nimaga desam, tanishda jinsiy a'zoni o'ziga ham chiqadi-da. Ko'pchilik shu holatlardan foydalanishadi, yaraq tashlaydi, o'zi jinsiy a'zoni to'qimani tiklanishi juda sekin. Nimaga sekin bo'ladiki, bu yopiq joyda. Agar qo'limizda bo'lsa boshqa gap. Tezroq to'qimani regeneratsiyasini olib kelish mumkin. Lekin o'tda juda dimlanish, masalan, oddiy erozil yara ham 2 oygacha borishi mumkin. Yoki yarim yilgacha. Unaqa bemorlar ko'p bo'lgan, bunaqa holatlar juda ko'p. Shunga o'ylaymanki, o'z vaqtida tekshiruvdan o'tsa, o'z vaqtida ko'rikdan o'tsa, haligi hol turgan narsani olib tashlash kerak. Bu hozirgi kungacha davo yo'q. Biror bir dori chiqmagan. Spetsifik davosi yo'q. Yo'q, spetsifik dori ko'pchilik atsiklovir beradi, kimdir valotsiklovir beradi, ular davolamaydi. O'shaning uchun buni immun sistemasini oshirish kerak. Immunologiyaga borish kerak, immun preparatlarning sezuvchanligini ko'rish kerak. Qaysi har narsa individualda. Agar qaysi bir dori shu sezuvchanlik oshib bo'lsa, shuni bajarish kerak. Vaqti bilan simptomatik, asosan kuydirish. Hozirgi kunda lazerli terapiya bor, kriodestruktorlar bor. Ular juda ham hozir rivojlangan. O'shanga o'ylaymanki, og'riq degan so'z yo'q. O'sha og'riqlantiruvchi holatlar juda ko'p. Oddiy krem ham og'riqlantirib beradi. Men o'ylaymanki, komfort, hozirgi kunda juda komfort. Oldinda kalkulyatorda azobini chekib, bechara kuydirishardi. Hozirgi kunda lazer bilan o'ylaymanki, juda do'li sekundda asoratsiz bitib ketadi. Asorat chandiq bo'lmaydi. Birinchidan qonamaydi, ikkinchidan chandiqi yo'q. Bemorga komfort keladi, kuydirib tashlaydi ketadi. Endi haqiqatdan sizda sal osonroq, ya'ni ko'rinadi demoqchiman. Ayollar tibbiy ko'rikdan o'tmasa, o'tkazib yuborishi mumkin. Ehtimoli ko'p. O'tkazib yuborilgan, ya'ni shu yarasi, bachadon bo'yni yarasi kattalashgan va hattoki onkologik asoratlarga olib kelgan holda ham uchratamiz. Hozirgi paytda ham shunday holatlar, albatta bu achinarli holat. Lekin men so'radim, yaqinda ham bitta ayol keldilar. Ko'rikda juda ham men hayron bo'ldim. Juda ham katta yara. Ayolni o'zini holati ham holsiz, immuniteti ham tushgan, ya'ni anemik holatda. Men so'radim, siz qachon ko'ringansiz oxirgi paytda vrachga? 6 yil hech qanday shifokorga men murojaat qilmaganman dedilar. 6 yil bu juda katta srok. Albatta. Juda ham og'ir ahvolda kelgan edilar. Va juda ham men xafa bo'ldimki, shu davrda shunday informativ mana podkastlar, har xil Instagram o'zida ham ko'rinib turinglar degan maslahatlar bo'lib turib ham shu ayol shu holatga tushganlariga. Va yana aytmoqchimanki, shu tibbiy ko'rik
birlamchi profilaktik tibbiy ko'rik judayam ko'p kasalliklarni oldini oladi Albatta. va bu narsa shu oilada shakllangan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Mani ham maslahatim shu, qancha erta tekshiruvdan o'tishsa, man o'ylaymanki, o'sha erkak bo'ladimi, ayol kishi bo'ladimi, man o'ylayman judayam asoratga olib bormaydi, ham o'zi yengil holat kuzatadi va turmush tarzi judayam chiroyli o'tadi. Man o'ylaymanki, har bitta odam o'zini hayotini bir chiroyli o'tsin deb o'ylaydi. Albatta. Rahmat. Salomat bo'ling. Suhbatingizga, maslahatlaringizga Rahmat, sizga ham rahmat. salomat bo'linglar. Xo'p.